Mana kavrak ishqibozlari, kavrakka qiziqib yurgan akalarimiz kavrak eksam qanday bo'ladi va o'sadimi o'smaydimi deb yurgan akalarga mana kavrak eksangiz akalar mana shunday bo'ladi. O'zbekistonda hamma yer tuprog'iga moslashgan chiqaveradi. Mana buni noyabr oyi ekib berganmiz, mana bexato chiqqan. Ko'ryapsizlar, bexato mana. 55 ming ko'chat ekkanmiz mana shu joyga. Mana shunday hosilgan. Narigi tomon mana o'talgan. Kavrak. Kavraklarimiz.